9 noyabr kuni Dünya Uyg'ur Qurultayı, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi va Hasana Tashkiloti qatorliq 3 organning birlikda planlashida o'rinlashtirilgan Xalqaro Uyg'ur munbiri Belgiya poytaxti Bruselga joylashgan Yevropa Ittifoqi parlamentining ish bajarish o'rnida ochildi. 2 kun davomlashadigan Xalqaro Uyg'ur munbiri yig'ini Yevropa parlamentidagi bir qism siyosiy partiyalarning qo'llash ostida elib berilgan bo'lib, xalqarodagi Uyg'urshunos tadqiqotchilar, siyosiyonlar, qonunshunoslar, Uyg'ur jamoat arboblari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari qatorliqlardan 300 ga yaqin kishi qatnashgan. Taratqularning xabar qilishicha, bu qitimliq munbarning yetmoqchi bo'lgan maqsadi navbatda Xitoy rejimi ilib berayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'xtatishdan iborat bo'lib, 2 kun davomlashadigan yig'in jarayonida har qaysi temalar bo'yicha muzokara ilib berilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun xalqaro o'zaro hamkorlashish to'g'risida qaror ma'qullanmoqchi ekan. Yaqında Xitoy Kompartiyasi qonun chiqarish qonunini tuzitish kirgizib, tuzitish loyihasida iqtisodiy islohoti va ichivitishga munosabatli mazmunlarni chiqarib o'tib, o'rniga ideologiyaga munosabatli mazmunlarni qo'shgan. Xitoyning bu qilmishi Xitoy davlatining kelgusini nega ilib bordiganligi sirtqi dunyoning diqqatini qo'zg'agan. 2 noyabr kuni Xitoy Kompartiyasi Mamlakatlik Xalq Qurultayi doimiy komiteti qonun chiqarish qonunining tuzitish loyihasini e'lon qilib, oshkora ommaviy fikr olganligini, muhlatning 29 noyabr ekanligini e'lon qilgan. Tashqi dunyo tuzitish kirgizilgan loyihaning 3-moddasida iqtisodiy qurilishga ahamiyat berish va islohot ichivitishga chang turish qatorliq mazmunlarning o'chirilganligini, uning o'rniga Xi Jinpingning yangi davr Xitoyning aloyidaligi bilan sotsializm to'g'risidagi ideyasining yetakchiligida chang turish qatorliq ideologiya mazmunlarining o'rin olganligini bayqagan. Nekki Osiyo obrazida ko'rsatilishicha, bu Xitoy Kompartiyasining keyingi siyosat yo'nalishiga bo'lgan andisini kuchaytgan. Xitoyda qonun chiqarish qonuni asosiy qonun bo'lib, uning maqsadi qonun nizomlarini tuzish va tushuntirishga munosabatli faoliyatlarni tangshash, markazning qonun chiqarish huquqini yurgizish va ma'muriy qonun chiqarish bilan yerlik qonunlarning munosabatini moslashtirishni o'z ichiga olgan. Lekin Xitoyda bir partiya diktator mustabid bo'lganligi uchun qonun nizomlarining birdak va izchil bo'lishi kerakligini talab qiladi. Xitoyning bu yangi tuzitishlari iqtisodning ish holatini tuvanlatish va bexatarlikni gavdalantirishni bahona qilib, harbiy va ideologiya kontrollikni kuchaytirish ekan. Xitoy kuzatuvchilari Xitoy Kommunistik partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultayi dokladida Xi Jinpingning bexatarlik masalasini ko'p qitim tilga olganligini, buning tunji qitim iqtisodga ahamiyat berganligidan eshib ketganligini tahlil qilgan. Yaqında 3-qitim Xitoy Kompartiyasining bosh sekretarlik o'rniga chiqib, o'zining kompartiya ichidagi mutlaq hukmronligini mustahkamlagan Xi Jinping 8 noyabr kuni Xitoy Markaziy harbiy ishlar komiteti birlashma urush qilish qo'mondonlik shtabini ziyorat qilib, Xitoy qurolli qismlarining barliq kuchini urushga markazlashtirishni talab qilgan. Xitoy hukumat taratqullari Xi Jinpingning Xitoy armiyasidan barliq kuchini urushga markazlashtirishni talab qilishda kimni nishon qilganligini tilga olmagan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning G'arbiy Tinch okean rayonida Amerika va uning ittifoqdoshlariga xiris qilayotganligi hammaga ma'lum. Buning oldida Amerika strategiyalik qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Admiral Charles Richard Amerika bilan Xitoy o'rtasida cho'ng to'qinish yuz berishga yaqinlashib qilayotganligini bildirgan edi. U o'tgan chorshanba kuni, ya'ni 2 noyabr o'tkazilgan bir qitimliq yig'inda Ukrainadagi urushning Amerika hozir duch kelgan eng cho'ng to'qinish emasligi, uning cho'qim Xitoyga chetishlik dunyoviy to'qinishga tayyorlik qilish kerakligini aytgan edi. Uning orqasidanla Xi Jinping Xitoy Markaziy harbiy ishlar komiteti birlashma urush qilish qo'mondonlik shtabini ko'zdan kechirib, Xitoy armiyasining barliq kuchini urushga markazlashtirishni talab qilgan. Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xi Jinping birlashma urush qilish qo'mondonlik shtabini ko'zdan kechirganda mundaq degan: "Butun armiya partiyaning yangi davrdagi armiyani kuchaytirish ideyasi, yangi davrdagi harbiy strategiya yo'nalishini amaliylashtirishi, jang qilish kuchidan iborat bu tüp o'lchamda chang turib, barliq kuchini urushga markazlashtirishi, barliq xizmatlar urushga qartilishi, g'alaba qilish iqtidorini yuqori ko'tarishni tezlatish kerak." Xi Jinping bu yo'l yo'riqni Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining yaqinda e'lon qilgan yangi davlat mudofaa strategiyasida Xitoy Amerika bexatarligi uchun eng cho'ng tahdid deb ko'rsatilishining orqasidan bergan. 27-navbatlik BDT klimat o'zgarish yig'ini 6 noyabr Misrda ochildi. Surgundagi chet eldagi Tibetlarning 5 vakili Tibet egizligining Osiyo va dunyoga bo'lgan ekologiyalik muhiti va klimat o'zgarishining muhimligini bildirib, xalqaro muhit tadqiqotchilari bilan Tibetning nozuk ekologiyalik muhitini muzokara qilib, Xitoyning ko'p yillardan buyon Tibetning ekologiyasini keng ko'lamda vayron qilganligini aybladi. Tibet ovozi doklatiga qaraganda yig'inga qatnashgan 5 Tibet vakili Hindiston muhit ministriga Tibetning muhitiga ahamiyat berish uchun murojaatnoma topshirgan. Mazkur yig'in 6 noyabrdan 18 noyabrgacha ochiladigan bo'lib,
Yig'inga 120 dan ortiq davlatdan kelgan 10 minglagan davlat boshliqlari, hukumat vakillari va faoliyatchilar qatnashgan. Tibet vakillarimo ekologiyalik muhit to'g'risidagi bir yurish leksiya va yig'inlarga davomli qatnashidi ekan. Uningdan boshqa Dunyo madaniyat meroslarini kuzatish tashkiloti yaqinda 2022-yillik Dunyo madaniyat meroslarini kuzatish tashkilotini e'lon qilib, UNESCOni Tibetning Xo'shilning Dunyo madaniyat meroslarining talash tortishdagi o'rnini qayta tekshirishga chaqirgan. Hamda Tibetlarning madaniyat va ma'naviy qimmat qarashini Xo'shil to'g'risidagi muhit baholash doklatiga kirgizish kerakligini o'ttirib qo'yib, Tibet ko'chmanlari, chorvachilarning huquqi va manfaatini qo'g'dash, yerlik har xil tur boshqarishga qatnashtirish kerakligini ta'kidlagan.